O'zgidromet ertaga 27-iyun kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Salom do'stlar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 18-23 daraja, kunduz kuni 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. O'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 20-25 daraja, kunduz kuni 33-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 20-25 daraja, kunduz kuni 32-38 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 22-27 daraja, kunduz kuni 34-39 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 20-25 daraja, kunduz kuni 32-38 daraja issiq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.